Agar mijoz sizga shu 3 ta gapni aytsa, tez xayrlashishingiz kerak. Birinchisi bu mijoz natijaga kafolat so'rashi. To'g'ri, u kichkina pul to'lamayotgan bo'lishi mumkin, lekin bugun bor, ertaga yo'q bo'lgan zamonda siz nimagadir kafolat berishingiz noto'g'ri deb o'ylayman. O'shaning uchun eng zo'r yo'li oldingi qilgan zo'r natijalaringizni ko'rsatib sotish. Ikkinchi toifa reklamaga byudjetim yo'q, lekin reklama qilishimiz kerak degan mijoz. Men bu toifani juda ham yaxshi ko'raman va bunga terrorist mijoz deb nom berganman. Nimaga? Sababi bu mijozni reklamaga umuman byudjeti bo'lmaydi. Umuman faqat sizlarga oyligingizga pul beradi, qattandir olib, sizlardan juda ham katta natija kutadi. Vaholanki siz nol byudjet bilan hech qanaqa rezultat qila olmaysiz. Balki o'zini естественный axvatlari bilan kontentlaringiz topga chiqishi mumkin, lekin sotuvga olib kelishingiz juda qiyin. Bunaqa mijozlardan uzoq yurishni maslahat bergan bo'lardim. Uchinchi gap bo'lsa, buni hammanglar eshitgansizlar. Agar bu sohada bo'lsanglar, bir oyda qancha natija qilib berasan deyshadi. Meni fikrim, agar siz birinchi oy tadqiqot va adaptatsiyaga ketishini tushuntirganingizdan keyin ham shunaqa deydigan va shunaqa savol so'roqlarni beradigan odam bo'lsa, u odam bilan ham tezroq xayrlashish kerak, chunki u tushunib turib sizdan natija so'rayapti. Siz haqiqiy marketologsiz. Birinchi oy teoriya bilan natija qilish juda qiyin bo'ladi. Haqiqiy marketolog taxmin yoki xayollarga asoslanib emas, haqiqiy mijozlarning og'riqiga qarab sizlarga bir yechim bera oladi. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'linglar, videoni marketolog yoki SMM do'stlarga jo'natib qo'yinglar.